O'zimiz ko'pchilik adashtiradi, quyosh panel qaysinisi yaxshi, nima sizlarniki qanaqa panel olib kelasizlar, Jinko'mi, Longjimi deydi-da. Bizning korxona o'zi EPC korxona hisoblanadi, ya'ni loyihalash, yaxshi mahsulot taklif qilish va o'rnatish, servis xizmat ko'rsatish. Ya'ni biz bironta quyosh panelni aynan mana shu modelini distribyutori yo dileri hisoblanmaymiz. Biz eng yaxshisini sinovdan o'tganini har doim mijozga taklif qilamiz. Birinchi etapda loyihalar beramiz, joyi, obyektni ko'ramiz, loyiha qilamiz, necha kilovatt o'rnatsa bo'ladi, qancha tejaydi. Ikkinchi etapimizda o'sha EPC bo'lsa, procurementda yaxshi mahsulotni, hozirgi kundagi eng trend bo'layotgan, haqiqatdan o'sha o'zini vazifasiga javob beradigan quyosh panellari, invertorlarni tavsiya qilamiz. Uchinchi o'rinda o'shani professional o'rnatib berish. Asosiy fokusimiz shu yerda. Ko'pchilik adashtirayotgan narsa ham shunda, ya'ni Voltberg korxonasi bu EPC korxona hisoblanadi, ya'ni loyihalash, mol taklif qilish va o'rnatish.